Assalomu alaykum barchaga. Yana bir bor akalar, opalar, yaxshimisizlar? Zo'rmisizlar? Ishlar bilan charchashlar yo'qmi? Jigarlar, xush kelibsizlar bugungi yangi video roligimizga. Bugun xudo xolasa nima yangilik degan vatandoshlarimiz uchun bugun juda zo'r yangilik. Agar shu qo'llab-quvvatlashda davom etsalaringiz, xudo xolasa men mana shunaqa yangilikni ko'proq harakatlama chiqarishga. Bugungi ishimiz Sankt-Peterburg shahrida bo'ladi. Bitta erkak ayol semeyniy paralar uchun bo'ladi. Xullas, semeyniy para dachada bo'ladi ishimiz. Baza dom oddixda bo'ladi akalar, opalar. Buni ko'p bilgan vatandoshlarimiz biladi, bilmaganlarga yana o'zbekcha tushuntiramiz. Dam olayotgan dachalar bor, 4 ta dacha bor. Mehmon keladi, qabul qilinadi u yerda. Bir sutka yotadi, ertasiga chiqib ketadi. Shunaqa dacha 4 ta. Shunga erkak kishi esa u yerda basseyni bo'ladi, banyasi bo'ladi. Banyaga tapid bo'lsa, banyani qizdirasiz. Keyin mehmonlar ketgandan keyin o'sha basseynni suvini almashtirasiz. Gazon urasiz, shunaqa erkak kishi. Ayol kishi esa o'sha 4 ta domni ichiga tozaligiga qaraydi. Oyligiga keladigan bo'lsak, oyligi 140 ming rubl 2 kishiga. Semeyniy paraga 140 ming rubl plus chayvisi bor deydi. O'sha mehmonlar qancha tashab ketadi, chayvisi bor, u ham sizlarniki bo'ladi. Yotoq joy tekin akalar, opalar, yotoq joy tekin. Pitanya o'zlaringizdan bo'ladi. No, pitanya u yerda yana plus minusi bor. Biladi ko'p vatandoshlarimiz. Shuning uchun pastda o'zim nomerim qo'yaman akalar, opalar. O'zim WhatsApp'imga chiqasizlar, chunki men u ruskini ayolni WhatsApp'ini qo'ya olmayman, chunki aytayapti, ko'p zvonok bo'ladi deydi. Javob bera olmasligim mumkin deydi. Shuning uchun o'zimni WhatsApp'imni qo'yaman. Srochna vakansiya bu akalar, opalar. O'zbekistondan kelaman desangiz, uspet qilmasligingiz mumkin. Agar shu sizlar qo'llab-quvvatlashalaringiz, men mana shunaqa ishdan ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Bilasizlar, bizda unaqa komissiya degan narsalar yo'q. Hammasi mana shu ochiqcha, sochiqchasiga gapiriladi. Unaqa yashirish, hozir bunday gapirib videodan keyin aka menga buncha pul bering, unday yo'q aka, bizda unaqa narsa. Bemalol pastda o'zim WhatsApp'im, telefon qilasizlar, faqat ruschani chiroyli gapirayotgan semeyniy paralar bo'lsa, bemalol borib ishlashlaringiz mumkin. Bundan keyingi ishga baliq fabrikasiga ishni chiqar degan vatandoshlarimiz kommentariyada like kutib qolamiz. Xudo xolasa u yerda erkak ayol, lekin baliq fabrikasiga faqat O'zbekiston fuqarosi va Qirg'iziston fuqarosini taklif qiladi. Menda emas bu gap, yana so'kib chiqmaysizlar akalar, opalar, kommentariyaga. O'sha zakazchik nima desam, men shu narsani aytaman. Men aytdim, Tojikiston bo'lmaydimi dedim. Tojikistonni grajdanlarini olmaymiz vaqtinchalikka dedi. Faqat O'zbekiston, Qirg'iziston dedi. Bemalol pastda kommentariyani kutib qolaman. Voditel akalarimiz Samasval ekskavatorda uni ham yozib qoldirasizlar.